Ko'rayotgan narsanglar mana bu har xil turdagi kir mashina bo'lyapti. 3 kiloga, 4 kiloga mo'ljallangan. This how kg? 1 kiloga mo'ljallangan. Narxi вообще qo'yib qolasa, this $88 bu. This how much? 45 ekan. Kim kerak bo'lsa, mana aloqaga chiqaverasizlar. Zavodni kontaktlari bizda bor. Ko'rishingiz mumkin qanaqa zo'rligini, har xil turdagi kir mashinalarni qilib qo'yishdi. Keyin bitta yana afzallik tomonini ko'rsataman. Bu kir mashina Wi-Fi Bluetooth orqali ishlar ekan. Masalan, siz qayerda bo'lgan taqdiringizda, misol uchun tashqarida sal uzoqroqda bo'lsangiz ham, agar Wi-Fi ga ulab qo'ysangiz, Wi-Fi bilasizlar, uzoq masofadan oladi. Shu Wi-Fi orqali boshqarib bemalol anaqa ishga tushirsangiz bo'ladi kir mashinani masofadan turib. Keyin mana o'zini ko'rsatib qo'ygan o'zini mahsulotlarini bu yerda ehtiyot qismlari ham bor. Mabodo buzilib qoladigan bo'lsa, qayerdan tuzataman deb o'ylamaysizlar. Misol uchun stokkalarimizga agar misol uchun kerak bo'ladigan bo'lsa, mana zapchastlari ham bor ekan. Xullas, shunaqa gaplar kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqinglar. Biz shu yerdamiz, sizlarga shunaqa mahsulotlarni yetkazib berishda yordam beramiz. Shunaqa gaplar.